Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus solihat. Mana bugun Alloh taoloning fazli bilan yana bir o'quvchimiz Qur'onni tugatdilar. Bu o'quvchimizni boshqa o'quvchilardan, boshqa Qur'onni tugatgan o'quvchilarimizdan farqi nimada? Farqi ularning barchasidan yoshligida. Mustafa qori yoshingiz nechida? 10 yoshdalar. Maşallah. Bizni eng yosh qorilarimizdan. Alloh nasib qilsa bu kishim 10 yoshida Qur'onni tugatgan bo'lsalar, inshaalloh niyatlari 14 yoshida xuddi Imom Buxoriy rahimahulloh kabi o'z o'lkasidagi Buxoro va Samarqanddagi butun olimlardan hadisni o'rganib, boshqa o'lkalarga ham hadis yodlash uchun ketishlik. Inshaalloh 14 yoshda butun sahih hadislarni, sahih kitoblarni yodlab chiqishlikni maqsad qilgan o'quvchimiz. Shunday Mustafa qori aka? Inshaalloh. Allohim o'zi xayrli qilsin. Bu kishi bilan butun oilasini, ularni boshida ota-onasini, ustozlarini va butun ummatni manfaatlantirsin inshaalloh. Allohim dunyo oxiratda bu kishini aziz insonlardan qilsin. Va sallallohu sallam ala nabiyyina Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in. أسرر قلبي وجئت ألقي أسايا وأشتكي طي صدري دربا سحيق العطايا به بدأت ولكن لم أدري ما